Bizda O'zbekiston futbol yangiliklari. Bugun O'zbekiston U17 terma jamoasi KXDRga qarshi o'ynaydi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videolarimizga like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizni hurmatli bo'ling va haqorat qilmang. Saudiya Arabistonida davom etayotgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi o'zining qizg'in pallasiga kirdi. Bugun 17-aprel kuni O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi yarim finalda Shimoliy Koreyaga qarshi maydonga tushadi. Bunga qadar 2010-yilda Toshkentda bo'lib o'tgan Osiyo Kubogida O'zbekiston U16 terma jamoasi finalda ayni bugungi raqib Shimoliy Koreyaga qarshi o'ynagan va 2-0 hisobda imkoniyatni boy bergandi. O'sha vaqtda terma jamoa bosh murabbiyi Aleksey Yevseyev edi. Oradan 2 yil o'tib, 2012-yilda O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi yana bir bor qit'a kubogi yarim finalida chiqib, Dilshod Nuraliyev qo'lotidagi jamoa so'nggi bosqichda Yaponiyani penaltilar seriyasida 4-2 hisobda mag'lub etib, chempionga aylangandi. Oradan 13 yil vaqt o'tib, Islom Ismoilov boshchiligidagi O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi yana bir bor yarim final yo'llanmasiga ega chiqdi va nafaqat finalga chiqish uchun, balki chempion bo'lish uchun ham da'vogarlardan biriga aylandi. Bugungi o'yin oldidan Samvel Karlanovich Telegram sahifasida KXDR U17 terma jamoasining asosiy yutuq va kamchiliklari haqida o'rganib chiqdi. Batafsil. Jamoaning mudofaasi ba'zan qo'pol xatolarga yo'l qo'ymoqda. Kuchli pressingda o'ynagan jamoalar uchun bu holat ayni muddo. Jamoa futbolchilarining jismoniy holati va texnikasi juda yuqori. Ikkinchi qavatda jamoa musobaqada eng yaxshi o'ynayotgan jamoa bo'lib turibdi. Yakkama-yakka kurashlarda eng ko'p g'olib bo'layotgan jamoa aynan KXDR. Jamoa sardori raqib tarkibidagi eng xavfli o'yinchi. U to'pni yaxshi nazorat qiladi, o'rta masofalarda juda kuchli va aniq zarba bera oladi. Maydonni ko'rish qobiliyati esa 17 yosh bolanikiga umuman o'xshamaydi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston U17 va Shimoliy Koreya U17 terma jamoalari o'rtasidagi o'yin bugun 17-aprel kuni Toshkent vaqti bilan 22:15 da start oladi. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videolarimizga like bosing, izohlarda fikrlaringizni qoldiring.